Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi yuk elektr stansiyamiz Shishik Mashhad qishlog'ida 40 kilovatli artıq mexanik fermer xo'jaligidan qo'yildi. Transformator ina 2 bo'lak etib qo'yildi bu. Birinchi bo'lagi bu yerda, ikkinchi bo'lagi bu yoqda. Profildan qalinlari ishlatilgan. Panelni adına usta Jinko panel 620'lik. Hamma yeri mahkamlangan. Teylarına betonlar qo'yilgan. 15-20 yil bemalol xudo xolasa o'tib beradi. Rahmat, assalomu alaykum. Jalomsiz. Rahmat. Ne gap so'z endi bu yerda? Xudo xolasa yana bir ishimizni bitiryapmiz, yana az qoldi. Xullas, bu yerda profillanma qismini ishlatganmiz. Panelimizni oldi, Jinko eng yaxshisi. Unda invertorlar, shiti, hamma o'zini tayyorlab qo'yibmiz. Invertor, invertor tak. Deya 40 kilovatlik bu shunda? Avon. 40 kilovatlik invertor avtomat, pedal. Bu chaqmaga qarshi degani qaysi? Chaqmaga qarshi degani shu narsa. Perdaxnayter, monozashta deymi buni? Avon monozashta. Shu narsa. Jinko panel. Jinko panel eng yaxshisi hozir. Yurib turgan. Avon. Bu necha kunda qachon boshladingiz buni? Mana bugun 3-kunimiz. Bugun oxiri shunday. Oxirgi kuni xudo xolasa invertorlar ham musobaqaga bo'ldi, transformatorlar bilan yotir. Bugun ish qilib ishga tushib, tok ishlab boshlaydi. Egalarni topshirib ketamiz xudo xolasa. 2 bo'lak atildi bu. 2 bo'lak avon.